Ustozlar, qadrli ota-onalar, xush kelibsiz mana bugun 1-G sinfning savodxonlik bayramiga. Bir do'stim bor Surxondaryolik, yana biri Qashqadaryolik. Ibrohimjon Jizzaxlik, Jasurbek Sirdaryolik, jamoamiz O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Muslim Mahmud Andijondan, Aykut Faraq Qoraqalpog'istondan. Ular mening tengdoshlarim, eng yaqin do'konalarim, chin do'stlarimiz O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Buxorolik do'stim Dilmurod, Samarqandlik o'rtog'im Sherzod. Bittasi taekvondodan, yana bittasi shaxmatdan, chempionlar O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Namanganlik do'konim Zebo, Allobaho oila doimo. Farg'onalik Gulchehra, undan qolishmas sira, aylochilar O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Jingalak sochli Xurshida, yashab Toshkent viloyatida. O'zi bo'lajak juda ham mehnatsevar, zamonaviy O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Xosrak Vinos Xonxarazmlik, Laskiga o'ynaydi chiroyli. Navoiylik Alisher, juda zo'r yozadi she'r, ijodkorlar O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Bizlar esa Bek va Lola, tug'ilganmiz azim Toshkentda. Poytaxt barchamizniki, butun O'zbekistonniki, bir oilamiz O'zbekistonlik. Hey, bir oilamiz O'zbekistonlik. Hey! Yurtimiz doim hech bir bolajonlar, men sizlarni qarib qolganimda tanimay qolay. Siz chunki televizordan mani yorsiz qanday yashagansiz deb sizga savol bersa, katta insonlar keladi, xudo xolasa. O'shanda men 20-maktabda tahsil olganman. Bizning direktorimiz Hoji Akbar ona bo'lgan deganimizni eshitdik, duo qilaman.